Nurafshon shahridan, Nurafshon shahar birlik MFI, Mehnat ko'chasi 11-uy, 607 sotiklik. Sentralniy yo'limizga 150 metr. Mana shu sentralniy yo'ldan to'g'ri qo'yliqqa boriladi 26-27 metr. Nurafshon Citygacha, yangi Citygacha 2 kilometr. Chap tomonimizga Piskentga ketamiz. Milliy nima deydi? Milliy taomlar mana 5 etajli, 6 etajli binoni pasti milliy taomlarimiz bor, G'ijduvon milliy taomlari. Orientir shu G'ijduvon milliy taomlari. To'g'riga 1 kilometr yurganda Angren Toshkent temir yo'li bor. Ichkarida Pishka posyolkasi, maktablar, rus maktab, o'zbek maktab, bog'chalar muammosiz hammasi. Internet, kommunikatsiya tizimlari bu yerda hammasi yaxshi. Gaz, suv, svet hammasi bor. To'g'riga tushaverishda mana 6 sotik yer bor. Mana shu xonadonimizga kiraverish joyi bo'lsa, egalarga kelishinglar, narxini aytishdi. Men ozgina tushirib aytinglar, bu narx baland deb tushuntirdim. Egalar savdolashamiz, siz biz aytgan narxni qo'yib beravering iltimos dedi. Biz ular aytgan narxni qo'yib beramiz, o'zingizlar savdolashaverasizlar. Mana shu hovli joy. Qo'shni devorlari, qo'shni uyi, bu yoqda mana shlakablo qo'shni devori, uzumlar mana chegara. Bu vremenkalar bor, endi bular juda eski holatda. Uy-joy qurib olish uchun yashab tursa bo'lsa kerak. Yana o'zingizlar bilasizlar. Manzilimiz Nurafshon shahar, Toshkent viloyati. Lokatsiya yaxshi lokatsiya. Sentralniy yo'lgacha 150 metr. Xo'p, Nurafshon shahrigacha, yangi shahargacha 2 kilometr. Maktab, bog'cha, hamma narsa bor. Mana yo'limiz, asfalt qilingan sentralniy yo'limiz mana 150 metr. Kelaverasizlar, mana to'g'ridan to'g'ri egalariga murojaat qilaverasizlar. To'g'ridan to'g'ri telefon qilaverasizlar. Hujjatlarida muammosi yo'q. Rahmat.